Assalomu alaykum klub mayna obunachilari. Biz mana xudo xolasa albionlarni ichida turibmiz. Bu tomoni ham albion. Tuvaydagilar. Xudo xolasa mana ko'raykalar hammasi ko'chatga harakat. Bu yonda ham ko'chatga harakatlar ketyapti. Xudo xolasa oxirigacha ko'chat harakatda hammasi navlarimiz. Shu yerdan bitta o'rtadan ko'rsataylik yana bir qator. Mana ko'chat deydi. Ular xudo xolasa yetiltirib ko'chatlar inshaalloh ekish boshlaymiz. Xudo xolasa bu yerda qanday ishlar ketyapti deyishlaring mumkin. Bu yerda hozir Albionda, Murana, Cabrilla, ularda bitimalgada faqat gul uzish paytlari ketyapti. Faqat gul uzyapmiz. Ancha gul uzib tashladik lekin. Mana sizlarga ham o'tgan safar aytdik, mana ko'ryapsizlarmi? Bu yerda turuvchi bag'i ko'chat tayyor bo'ldi, lekin mana buni tayyor bo'lgani yo'q. Bu ham tomir chiqarsa, shunga o'xshab tomir chiqarsa, mana bunda ham eksa bo'ladi. Mana aytib o'taman, mana ko'rgan bo'lsangiz, mana shu ko'chatni o'zida mana yoqda ham chiqyapti. Bu mana bu yerdagini olib tashlash kerak. Bu yerdagi hisobga o'tmaydi. Mana olib tashladim. Bu hisobga o'tmaydi. Faqat bu yerdagi baquvvat tanani ko'ryapsizmi? Tana qanchalik baquvvat? Shu bu yerdagi o'tadi xolos. Mana ko'rgan bo'lsangiz, ko'chatlarimizni gullar uzib, mana uzib tashalyapti bular. Xudo xolasa inshaalloh bag'i mana ko'ryapsizlar, ko'chatlar o'sha bag'i tayyor bo'ldi. Faqat birinchi mo'llar tayyor bo'ldi, birinchisi. Albatta bu yerda. Xudo xolasa bu pastda klir ko'chatlarimiz anchasi o'zi ketdi, sotilib bo'ldi, hech qancha qolmadi. Taxminan shu 5000 ta yoqda qoldi taxminimcha. Mana o'sha qanchalik o'zgarish bo'lganiga e'tibor bersaring, hammasi pastda bir-biriga yetib oldi. Birinchi Murana bor edi, Murana bo'lsa, Farda biti, Malga, keyin oxirida albion qilib, kecha kunlar quyosh chiqib ketgandan keyin albionlar qaranglar shunaqa o'sdiki, quyosh yaxshi ko'rar ekan, nihoyatda o'sib bordi. Mana sizlar uchun bir ko'rsatmoqchiman, qanchalik buni foydasi, mana ko'ryapsizlar, mana qanchalik katta gul. Shu daraja katta gulki, bu degani bu hosildorligi ham o'ta yuqori. Bularni hammasimiz qo'lda albatta shunday ruchni changlatyapmiz. Shu hamma tuvaydan ozdan, shu bitta nimadan, bitta tuvayda o'zida qancha nima bo'lsa, hammasini qoldiryapmiz. Mana ko'rgan bo'lsangiz, mana yana kelib chiqyapti. Mana bunisi uzilgan yo'q, mana bu ham kattagina. Xudo xolasa mana shu navda sizlarga bitta so'rayman. Qasnavga o'xshab ketadi gullari. Mana e'tibor beringlar. Katta yirik gullaydi bular ham. Bizda mana o'tgan safar ham sizlarga aytilgandi. Bu yerda mana ko'rgan bo'lsangiz, mana birinchi, bu ikkinchisi bu. Mana chiqib ketdi, mana bunisi birinchisi mana. Qanchalik baquvvat bo'ldi, bu ikkinchisi bu. Ikkinchisi ham o'sha tayyor, bu 1-2 kunda o'sha ekilish boshlanadi bulardan. Bemalol, qo'rqmasdan. Mana ko'ryapsizmi, qanaqa bo'lsa osilib yotibdi o'ylovlar. Yerga chekishga harakat qilib qo'yibdi mana. Biz shunaqa qilib turib, osilib turib, shu nimalardan o'zi kesib, joyidan o'zi kesib olib turib, albatta bular tomir chiqqan sharoit ko'ryapsizmi? Qanchalik tomir chiqib turibdi, baquvvat bo'lib. Ekdimi bu degan sirada shu holatda o'zi ko'karib ketaveradi inshaalloh, xudo xolasa. Mana bu ham boshlagan. Ko'rinagan bo'lsa, bitta ikkita boshlab qolibdi bu yerda ham. Mana bu yerda ham ko'rsatib o'taman, mana tomirlar, bunisi ham tomirlar boshlangan.
Bu yerdagi nimamiz, o'tgan safar aytganman, bu Murana bu hammasi bulardagina. Ulardagi tayyor ko'chatlarni olib, qayerdadir kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, Murana, Cabrilla degan bo'lsa, Cabrilla, Albion degani ekkanmiz. O'shaning uchun bularda tayyor ko'chatlarni olib bu yerga ekyapmiz. Kamchiliklariga Xudo xolasa. Albatta bu videoni ko'rib, javoblaringiz savol bo'lsa beringlar. Mana Cabrillani nimasi? Guli. Mana bu yerda ham Cabrillani gullari. E'tibor beringlar qanchalik kattaligini. Buni ham qoldirdik. Mana bu tuvaydagini ham qoldirib qo'ydik. Mana ko'ryapsanmi? Mana bu mana shu tuvaydagisi o'tgan safar bir dona tup turgan ekanman uzr. Mana shu nimadagi tuvaydagi hammasi koreyskiy qilib ekib ko'rdik, bir proba qilib. Mana bu yerlarda ham mana koreyskiylar ketyapti. Buni ham bir ko'ramiz. Natijamiz yaxshi bo'lsa, xudo xolasa, yoniga teplitsa qilib, faqat hammasini koreyskiy qilamiz degan rejalarimiz bor. Xudo xolasa, inshaalloh. Mana bu yerda ham ko'rganlar, albiyona gullar yotibdi. Mayli, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammalarning ishlaringizga omad. Albatta bu videoda kamchiliklar bo'lsa uzr so'raymiz. Albatta sizlardan shu like tezdan chiqib qo'ymanglar. Qancha likelar ko'p bosilgan sari bizda videolarimiz ko'p tarqayadi, ko'p ko'riladi. Sizlarga o'xshagan obunachilarimiz ko'payadi. Shu mana qulpnaga qiziqadiganlar ko'payadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.